Assalomu alaykum. Juda ham mazaliligidan, suvliligidan yaqinlarim eng ko'p pishirib berishimni so'rashadigan tovuq go'shtidan vaguri tayyorlashni ko'rsataman. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, hamma sirlarini aytib o'taman. Birinchi bo'lib tovuq filesini ko'rsatilgandek qilib kesib chiqib, idishga solib, ortiqcha hidlarni ketkizib, yana ham mazali qilish uchun marinovka qilib olamiz. 1 kilogramm tovuq uchun 5-6 dona sarimsoq piyoz, 1 dona piyoz, tuz, 1 piyola qatiq solib, piyozlarni ezib-ezib yaxshilab aralashtirib, kamida 3-4 soatga muzlatgichga olib qo'yamiz. Bu orada tovuqqa garnir tayyorlab olamiz. Qarsildor gulkaramni yana ham mazali qiladigan sariyot tayyorlab olamiz. 50 gramm saryonni eritib olib, 1 dona sarimsoq piyoz, ukropni mayda qilib solib, tuz solib, aralashtirib tayyorlab olamiz. So'ng soviganda ham qarsillab turadigan gulkaram ustidan surtib chiqamiz. Ushbu gulkaram retsepti bundan oldingi videoda bor. Ushbu video ostida ham retseptini yozib qoldiraman. Tovuqni qovurishdan oldin ustidagi piyozlarni tozalab olib, qizib turgan yog'ga solib, 3 daqiqa davomida aralashtirib, qovurib, idishga suzib, ustini 5 daqiqaga yopib qo'yamiz. Bu orada tovuqning suvlari bir tekisda taqsimlanib, yog'imiz yana qizib oladi. Qaytadan solganingizda shunaqa chiroyli qizarib, ustilari ko'rishkali bo'lib, suvli bo'lib chiqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like aymasanglar xursand bo'laman.